Telegram sovg'alari hech kimga kerak emas. Telegram giftlarining narxi tushib ketyapti. Ulardan umuman foyda yo'q degan gaplar hozirgi paytda juda ko'payib ketyapti. Kelinglar bugun biza mana shu haqida gaplashamiz. Oddiy heyterlarning gapimi bu yoki haqiqatan ham shunaqa narsami? Kelinglar sekin-sekin har biri haqida gaplashib olamiz. Oldindan aytaman, sizlar bilmaydigan bu Telegram sovg'alarini, giftlarini foydali tomonlari juda ko'p. Qani bo'lmasa ketdi. Xo'p, hammaga assalomu alaykum. Meni ismim Bahrom, sizlar Genius Trade kanalidasizlar. Bizning kanalimiz haqida sразу bir gapirib o'tay. Bizning mana kanalimiz Genius Trade Project. Bu shu yerda hamma kanallarimiz, gruppalarimiz anaqalari yig'ilgan. Bizda asosiy kanal bor. Mana shu yerda hamma yengilliklar mana shu yerda. Uni gruppasi. Bu yerda o'zlaringiz gaplashsanglar bo'ladi. Servis. Bu yerda biz Stars sotamiz, Premium sotamiz, garant xizmatlarimiz bor va ADS xohlasanglar ham ulab beraveramiz. Store desa bu yerda bizadan именно bizani do'konimiz. Bu yerda faqat bizadan bo'lgan mahsulotlarni olsanglar bo'ladi. Giftlar, username'lar, stikerlar va hokazo. Va market bu yerda o'zlaringizni narsalaringizni sotishga qo'ysanglar bo'ladi. Kelinglar endi o'zani asosiy temamizga qaytsak. Haqiqatan ham hozir Telegram sovg'alari shu gaplar darajada yomon narsami? Birinchi o'rinda kelinglar bozor ahvoliga qaraymiz. Bozorda bizada 1 oylik qo'yganman, mana nasrokada 1 oylik qo'yganman, dollarda turibdi. Ну, почти что o'zgarish yo'q. Mayli, plus paper 10% ga tushibdi. Bu katta narsa. Plus paper uchun Durovning kepkalari ham 10% ga tushibdi. Anaqa Birtlokerlar ham 13% ga tushibdi. Endi qolgan narsalar lekin так нормальный себе такой. Bunday qarasak, plus minus bozor hozir joyida turibdi. Qimirlagani yo'q to'lqin. Mana kapitalizatsiyaga qarasak ham mana 1 oylik kapitalizatsiya, to есть grafiki kapitalizatsiya bu yerda ko'rsanglar bo'ladi. Почти что bir xil. Mana 74 million bo'lgan, hozir 76 million. Endi salgina mana 2.8% ga ko'tarilibdi tonda. Dollarda esa 2.2, no plus minus hozir joyida turibdi desak ham bo'ladi 1 oy ichida. Xo'p, endi giftlarga qaytsak. O'zi mana bu giftlar mana bunaqa profilda turish uchun mo'ljallangan, chiqarilgan va shuning uchun ham odamlar sotib olishadi ko'pincha. Lekin hammasi ham emas. Даже bir xil odamlar, men uverman, mana shunaqa narsaga, mana shunaqa narsalarga mana shunaqa narsalar pul turishi haqida ham bilmasliklari ham mumkin. Masalan, oddiy misol sizlarga. Masalan, mana bu kapalar salkam lam 200 turadi. Tushunasizlar? То есть 1 million 200 почти. Shunaqa gaplar qarshi. Bu endi oddiy podarkacha narsami deydi. O'ylanib aytaman, bundan ancha qimmatlari ham bor. Просто bu profilimda emas-da. Aytgancha yaqinda mana bunaqa plus paperning replikasini sotib oldim. Plus paperda birga bir qilib ishlangan, lekin original plus paper emas. Endi tushunmaydigan odamlar bo'lsa, bu farqi ham bo'lmasligi mumkin. Lekin zo'r ishlangan, prям juda birga bir qilib ishlangan desa ham почти bo'ladi. Xo'p, endi temamizga qaytsak. Mana bu odamlarning gapi, Telegram giftlarning narxi tushib ketayotgan odamlarning gapi. Uje ko'rdinglar. 1 oydan beri Telegram sovg'alarining narxi qimirlagani yo'q. 1 oy emas, даже uje 2 oydan beri ham почти что qimirlamagan. То есть qanday bo'lsa shunda turibdi narxlar. Почти что. Endi masalan flipperlar, masalan menga o'xshagan oldi-sotdi qiladigan odamlar bu yerda pul ishlayapti, tam oldi-sotdi qilib, da. Lekin atak bozorning o'zini narxi ko'tarilgani yo'q. Qanday turgan bo'lsa shundoq turibdi. Tonda ham o'sha gap, dollarda ham o'sha gap. Turibdi, qimirlagani yo'q. Aytgancha, Pavel Durov yaqinda Mtongani yangi qadami haqida yaqinda gapirib qolishi mumkin. Bu nima degani? Tonni o'sishi mumkin. Ton o'sishi bir. Ikkinchidan esa Telegram sovg'alarini ham o'sishi mumkin. Mumkin emas, endi o'sishi kerak. Xo'p, endi mana shu giftlarni nima afzalli tomonlari bor, qanaqa foyda tomonlari bor, shu haqida gapirib o'tsak. Telegram sovg'alari o'zi nima uchun kerak? Kelinglar bitta har bitta pluslari haqida gapirib o'tsak. Birinchisi, buni bironta odamga sovg'a qilish mumkin. Prosta o'tkazib berishingiz mumkin. Masalan, men ishonasizmi yo'qmi? Har yili
Bitta o'rtog'imga mana shunaqa gift sovg'a qilaman har yili qimmatdan. O'tgan yili esa kimni tug'ilgan kuni bo'lsa yaqinlarimdan o'tgan yilida как раз mana shu hali endi giftlar chiquvdi. O'sha payt hayp edi. Anchagina hayp kattaroq edi hozirgi paytdan ko'ra, lekin baribir ham shu narxlari ham, lekin narxlari ancha pastroq edi. Da, narxlari ancha pastroq edi, lekin hayp kattaroq edi. Hozir hayp pastroq, lekin narxlari balandroq. Nima uchun? Chunki уже ko'p kishi sotib olgan, ko'p kishida bor, уже ko'p kishi tushunadi buni. Bu hozirgi aytayotgan gaplar, то что bular musor, hech kimga kerak emas, bular mana bu tupoylar bo'ladi-yu, tupoylar, heyterlar. Ular doim bor. Shuning uchun ularni gapini eshitish ham bu vashi kerak ham emas. Maslahat ham beringlar. Bu tushunmaydigan odamlarning gapida. Man sizlarga tushunadigan odam bo'lib, sizlarga gapirib beryapman. Hozir narxi tushgan. O'zi sotib olish kerak. Mana o'zim ham sotib olaman. Masalan, yaqinda shlemim nechayindan sotilib qoldi. Mana kanalimda gapirib o'tib ketdim. Aytgancha, Redo'larga ham skinlar tayyor bo'ldi valloh. Yaqinda chiqishi mumkin. Kutib qolinglar. Mana 195 endi ton emas, grammga sotildi mana shu shlemim. Eslaringizda bo'lsa agar mana shu shlem menda edi. O'zi hozirgi paytda shlemlarning narxi 160-70 tonlar atrofida. Plus minus. Ko'rasizlar, kamida 25 ton plus sotganman. Hozirgi paytda esa nima qilyapman? Yana kutib turibman, bozorlarni qarayapman. Yana xuddi shunga o'xshagan bironta yaxshiroq, chiroyliroq modellarni raqamlari bilan, masalan, chiroyli raqamlari bilan arzonroq narxda qidiryapman. Uni ham sotib olaman. Birinchidan stakingga tiqaman. Staking haqida video qildim, o'ng tepada chiqadi, ko'rsanglar bo'ladi. Hozir ham portalda juda katta anaqasi, foizlari. Juda katta. 100+. Mana, spetsialno sizlar uchun ochdim. Shu joyning o'zida 127%, hozirning o'zida. Ko'rasizlarmi? 127%. Bu vashchi zo'r anaqa. Nima deydi ko'rsatkich? Grammda ham 16%. Bu ham normalniy. Mana masalan, menda hozirgi paytda 200 ton turibdi. Mana 42 ta mabitda, qolganini hozir anaqa offer tashlaganman. Xo'p, mana bu giftga o'zi olsa agar mana shu gift chotki deb o'ylayman. Mana shu giftni sotib olmoqchiman mana. Mana shu shlemni. Keyingi shlemim bo'ladi, xudo xohlasa, endi arzonroq bersa olamiz. Bu nomeri ham chotki-da, mana qaranglar, 765. Chotki bilan podrяд raqamlarda bular. Bunaqani masalan bemalol 180 ga ham sotish mumkin-da. O'tiradi. Endi 10 ton чисто foyda-da. O'ldim deganida 190 ham ketadi bu, qo'yish kerak-da. Просто bular bir xil tushunmaydi-da. Masalan, mana shu shlemim ham turdi. Endi menda masalan shuni tursa ham, masalan bozorda ko'p tursa ham mendan hech nima ketmaydi, chunki menda stakingda bo'ladi bu gift. Ham stakingda bo'ladi, ham sotuvda bo'ladi. Menga ton tushadi mana. Ton. Ko'rasizlar. 286 ton tushgan. Просто так, staking bo'lib turgani uchun, просто так. Ton tushadi birinchidan. Ikkinchidan ham bozorda sotuvda turadi. To есть sotilsa ham plus, sotilmasa ham plus, stakingdan plus bo'ladi. Agar sotilib qolsa agar o'zidan sotilgandan plus bo'ladi. Shuning uchun nima deydi? Bizning ishimiz mana shunaqada, flipping. To есть bitta joydan olamiz, ikkinchi joyga sotamiz. Bir xil paytlar o'zidan masalan, biz hozir nima bo'lyapti? Bitta o'zidan sotyapman. O'zidan olib o'ziga sotyapman. To есть portalni o'ziga. O'zida. Bir xil paytlar portaldan chiqarib, masalan, Amerikadaga chiqarib sotishim mumkin. Endi har xil payt bo'ladi, har xil metall, lekin ko'ramizda, qayerda qimmatroq ketyapti, yaxshiroq ketyapti, o'sha yerda masalan chiqarib sotamiz. Masalan, ishsiz odamlar bo'lsa, masalan, buni nimasi zo'r? Uydan o'tirib mana shunaqa oldi-sotdi qilib bemalol ishlasanglar pul bo'ladi-da. Kunida odam kuniga biron joyga borib 6 soat ishlaydi, bir xil 8-9 soat ishlaydi. Qancha ishlaydi? O'rtacha oylikda даже hisoblasak ham 200 ming plus minus ishlaydi deylik. 200 ming. 200 minglaringiz bu qancha bo'ladi? 200 ming bu $17 plus minus 16-17 dollar. Endi USDTda 16 dollarda 17 почти. Plus minus mana shuncha chiqadi bir kunda. Bir oyda esa agar 5 kunlik odam ishlasa 4.400.000 bo'ladi agar 200 mingdan har kun ishlasa. Agar haftasida 6 kun ishlasa agar
5.200.000 bo'ladi 200 mingdan. Tushunasizlar? Mana 5 millionlik oylik. 200 mingdan agar har kuni odam ishlab topsa. 200 mingdan degani bu yerda masalan 10 tonga shundoq bitta gift. Bironta giftni sotib olib, 10 ton plyusga sotsanglar, uje o'sha narsa, o'sha foydani qilgan bo'lasizlar. Tushunasizlar? Bu yerda uyda o'tirib, telefondan man qilaman rostini aytsam. Realni aytaman, man bunaqa kompyuterlarni yoqib olib, bu yerda nimadirlarni ko'rsatib qilmayman. Bu yerda hammasi o'zi man telefondan qilaman ko'pincha. Masalan, yo'lda ketyapmanmi, telefonni olaman, shundoq narxlarni ko'raman, shundoq biror narsa sotib olaman, sotishga qo'yaman, bo'ldi. Biror narsa sotilgan bo'lsa agar, pulini olaman, boshqa joyga tiqaman. Shunaqa qilib sekin-sekin aylantiraverarsizlar. Shunisi bilan bu zo'r-da. Hech qanaqa nima deydi, sizlardan katta anaqa kerak emas, vaqt talab etilmaydi. Bo'sh vaqting bormi, shundoq o'tir, tudim-sudim qil, mana senga pul. Endi bu yerda ishlash haqida ham sal-pal gapirib o'tdim. Endi kelinglar anaqasi haqida ham gapirib ketsam. Bu yerdagi asosiy narsalar haqida. Masalan, biron kishini tug'ilgan kuni. Unga sizlar bironta gift sovg'a qilsanglar bo'ladi yoki yulduzga arzon sovg'a qilib bersanglar bo'ladi. Yoki salgina ko'proq pulga, masalan, o'sha pulni o'ziga hatto bizadan arendaga, любой ijaraga, любой bironta chiroyliroq gift olib bir kunga bersanglar bo'ladi. Bironta dahshat chiroyli gift qilib bersanglar, masalan, bir kunga bo'lsa ham. Masalan, ishonasizlar yo'q, men o'rtog'imni tug'ilgan kunida men Pepe'ni Plush Pepe bor-ku, Flash Pepe. O'shani arendaga olib berdim bir kunga. Mana tasavvur qilinglar. Salkam 100 million, endi salkam narx tushganda, atak ancha ko'proq edi. 100 qancha edi? Salkam 100 million so'mlik narsa o'sha odamimizni profilida tursa. Tushunasizlar? Bir kunga bo'lsa ham. Tug'ilgan kunda bo'lsa, bu bilasizlar, u prosta xursand bo'lmaydi. U prosta vahxuya bo'ladi, tushunasizlar? U prosta tushunmaydi даже nima bo'layotganligini ham. Bunaqa narsani ko'rib. Bu 100 million vashshida, tushunasizlar? Bu halam qanaqadir anaqa musorskiy giftlar emasda, tushunasizlar? Anaqa musor narsalar shunga sovg'a qilmanglar demoqchiman. Undan ko'ra shunday arenaga bitta nafa qilib berganlaringiz yaxshiroq. Yana bitta zo'r katta plus tomoni mana shu sovg'alarni deylu, sizlarni pullaringiz tugab qoldi deylu. Pul kerak bo'lib qoldi. Sovg'alaringiz bo'lsa, mana shu NFT sovg'alaringiz bo'lsa, shuni olasizlar, shuni bizga berasizlar. Mana Bahrom, mana buni olib tur, menga pul berib tur. Bo'ldi. Shunday joyga o'sha zalogday berib qo'yasizlar, shunday joyga pul beramiz. Ya o'sha pulni ishlatib, ishlaringizni hal qilib, yana joyga qaytarib qo'ysanglar, bo'ldi. Sizlarga o'zlaringizning giftlaringizni qaytarib beramiz. Masalan. Bo'p, realni aytyapman. Agar pul kerak bo'lsa, nima qilasizlar? Borib bankdan kredit olib. Shunday sovg'alaringiz bo'lsa, shunday tashlab beringlar, bo'ldi. Sizlarga shunday pul beramiz. Gap so'z yo'q. Problema emas bizga. Tushunasizlar? Bir. Ikkinchidan, xohlasanglar, agar pulim yo'q, lekin gift olmoqchiman desanglar, bo'lib to'lashga chiqarib beramiz. Sekin masalan, bir xil odamlar bor bilaman-da, cho'tki giftlarni olishlari xohlaydi, lekin puli bo'yicha anaqa qila olmaydi. Nima maslahat? Kam bo'lsa ham bo'lib to'lashga qo'yish mumkin. Kam to'lab, o'sha bunday ko'rsanglar, bitta yaxshi profilingizda gift bo'ladi. O'shani masalan yana pul kerak bo'lib qolsa sizlarga, o'shani hatto yana qayta bizga berib, pul olsanglar bo'ladi. Sotib emas, shunday prosta bizga zalog tarzda qoldirib, o'zlariga so'm olsanglar bo'ladi. Masalan, pul kerak bo'lib qolganda. Agar yana o'zi qaytarmoqchi bo'lsanglar, shunday yana pulni joyiga qoldirib, qaytarib olsanglar bo'ladi. Xo'p, bola, bugun demak mana shunaqa video bo'ldi. Bizning kanalimizga Genius Trade'ga o'tish eslaringizdan chiqmasin. Mana bu kanalda hamma kanal gruppalar yig'ilgan, mana. Polностью bitta ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Bu meni profilim. Buni bosib esa, polностью hammasini bittada qo'shib qo'ysanglar bo'ladi. Hammaga katta rahmat, sog' bo'linglar.